Margan daryosi yaqinidagi tunnel ichidan kecha ayol jasadi topilgan. Murda chamasi 20 yoshlar atrofidagi bir yosh qiz bo'lgan. Jabrlanuvchini uyiga ayblovchini o'zi taomni olib borib bergani. Eltish xizmati o'z ishini yakunladi deb yozilgan. Lekin 7 daqiqa juda ham ko'plik qilmaydimi? U yerda turgan o'simlik soyani yaxshi ko'radi. Aynan shuning uchun quyoshdan uni soyaga olib qo'ygandim. Menimcha o'simlikni sotib olganlar qanday parvarish qilish kerakligini bilishmagan. Aynan shuning uchun ularga yordam bo'lsin deb qo'shimcha maslahatimni yozib ketgandim. Mana shu emasmidi? Ha, xuddi shu edi. Yo'limdan qari kampir chiqdi va yordam bering degani uchun unga yordam bergandim. Juda ham g'alati. Do'chamadon tana topilgan joyni yonidan topilgan edi. Jabrlanuvchining telefoni sizda nima qilayotgandi? Ovqat yeyotgan vaqtim orqa tomonimdan telefon jiringlagandi. Uni oldimda qaytarib bergandim. Qaytargan joyingiz mana bu yer emasmidi? Ha, shunday. Hattoki menga to'lov ham qilgandi. Marhuma o'zi yashayotgan xonadonlarning birini hammomida shafqatsizlarcha so'yib tashlangan va marhumani tanasi yonidan jinoyatchiga tegishli bo'lgan biologik suyuqliklar ham aniqlangani aytilmoqda. Men qilganim yo'q. Hech nima qilganim yo'q. Men qilmadim. Janob sudya!